Assalomu alaykum. Siz Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidentlari haqida qanchalik yaxshi bilasiz? Bugungi kviz AQShga borishni istovchilar uchun. Qani o'zingizni sinab ko'ring. U hech qachon Oq uyda yashamagan. Ha, topdingiz, qoyil. Bu Jorj Vashington. Oq uyda yashagan birinchi prezident. Ajoyib, bu sizning g'alabangiz. Ha, bu John Adams. Mustaqillik deklaratsiyasining asosiy asoschisi va muallifi. Barakalla, bilimingiz tahsinga loyiq. Bu Thomas Jefferson. AQSh konstitutsiyasining otasi. Uning davrida Oq uy Britaniya qo'shinlari tomonidan yoqib yuborilgan. Juda yaxshi, James Madison. Uning davrida Monroe doktrinasi va Missuri kompromissi qabul qilingan. Barakalla, siz topqirsiz, James Monroe. Fotoapparat bilan suratga tushgan birinchi AQSh prezidenti. Bu AQShning ikkinchi prezidenti John Adamsning o'g'li John Quincy Adamsdir. U Demokratik partiya asoschisi, $20 banknotada tasvirlangan. Qoyil qoldim sizga, topdingiz. Andrew Jackson. Familiyasi Niderlandcha bo'lib, u asli golland kelib chiqishiga ega yagona AQSh prezidenti. Zo'r ish, to'g'ri javob. Martin Van Buren. AQSh tarixida eng qisqa muddat prezidentlik qilgan shaxs, atiga 31 kun. Barakalla, siz topqir ekansiz. William Henry Harrison. AQSh tarixida birinchi marta vitse-prezident to'liq huquqli prezident bo'lib qolgan. Ha, topdingiz, aynan John Taylor davrida sodir bo'ldi. Uning davrida AQSh Atlantikadan Tinch okeanigacha bo'lgan orzuga erishdi. Siz barchasini topasiz. James Knox Polk. Meksika AQSh urushidagi g'alabalari uchun xalq uni saylagan. To'ppa to'g'ri javob. Bu Zachary Taylor. U ko'pincha kompromiss prezident sifatida tanilgan. To'g'ri, bilim sizning qurolingiz. Millard Fillmore. Kanzas-Nebraska qonuni qabul qilinib, quldorlikka ruxsat bergan va nizolarni kuchaytirgan. Tabriklayman, Franklin Pierce. Turmush qurmagan yagona AQSh prezidenti. Barakalla, bilimingiz tahsinga loyiq. James Buchanan. Amerika fuqarolar urushi davrida mamlakatga rahbarlik qildi. Ha, sizda aql va bilim uyg'unlashgan. Abraham Lincoln. U hech qachon maktabda o'qimagan, o'qishni va yozishni xotini o'rgatgan. Ha, siz mutlaqo to'g'ri javob berdingiz. Bu Andrew Johnson. Amerika fuqarolar urushi davrida Shimoliy armiyaning mashhur generali sifatida tanilgan. Ulysses Simpson Grant. Sizga manfaatli bo'layotganidan biz xursandmiz. U spirtli ichimliklarni taqiqlagan, Oq uyda yashagan birinchi prezident. Sizga rahmat, to'g'ri belgiladingiz. Bu Rutherford Hayes. Chap va o'ng qo'li bilan bir vaqtning o'zida yozish qobiliyatiga ega edi. Zo'r ish, to'g'ri javob. Bu James Garfield. Oq uyda zamonaviy ta'mir ishlarini olib borgan birinchi prezident. Zo'r, siz javobni bilardingiz. Chester Alan Arthur. AQShning 22 va 24 prezidenti. Uning davrida iqtisodiy inqiroz yuz bergan. Juda yaxshi. Bu Grover Cleveland. Uning davrida 6 ta yangi shtat AQShga qo'shilgan. Elektr chiroqlari Oq uyda ilk bor o'rnatilgan. Tabriklayman. Bu Benjamin Harrison. 2 marta prezidentlikka saylanadi. Siz e'tiborni yaxshi qaratdingiz. Bu Grover Cleveland. Uning davrida AQSh Filippin, Guam va Puerto Rikoni qo'lga kiritdi. Ha, aynan shu javob to'g'ri. Bu William McKinley. Nobel tinchlik mukofotini olgan birinchi AQSh prezidenti. U Panama kanalini qurdirgan. Qoyil, javobingiz mukammal. Bu Theodore Roosevelt. U AQSh Oliy sudi raisi bo'lgan yagona prezident.
Ajoyib, bu sizning g'alabangiz. William Howard Taft. U Birinchi jahon urushi davrida mamlakatni boshqargan. Tabriklayman, siz javobni topdingiz. Woodrow Wilson. Uning hukumati Tipo-Dom korrupsiya mojarosi bilan esda qolgan. Zo'r, sizning javobingiz to'g'ri. Warren Harding. Uning davrida AQSh oltin 20-yillar iqtisodiy gullash davrini boshdan kechirdi. Barakalla, Calvin Coolidge. U Buyuk depressiya boshlangan davrda prezident edi. U 8 tilni bilgan. Qoyil, topdingiz, Herbert Hoover. U 4 marta ketma-ket saylangan yagona AQSh prezidenti. Qoyil qoldim sizga, topdingiz, Franklin Roosevelt. U Yaponiyaga atom bombasini tashlash qarorini qabul qilgan prezident. Ha, to'liq to'g'ri javob. Bu Garri Truman. U Ikkinchi jahon urushidagi mashhur general, Yevropadagi ittifoqchi qo'shinlar bosh qo'mondoni bo'lgan. Zo'r topdingiz. Bu Dwight Eisenhower. U birinchi katolik prezident bo'lgan. Uning davrida Kubadagi raketa inqirozi va Oy dasturi boshlangan. Shunday davom eting. John Kennedy. U Great Society dasturi orqali kambag'allikka qarshi kurashgan. Zo'r, siz javobni bilardingiz. Lyndon Johnson. 1972-yilda Xitoy Xalq Respublikasi bilan diplomatik aloqalarni boshlagan. Qoyil, javobingiz mukammal. U Richard Nixon. U AQSh tarixida saylovsiz prezident bo'lgan yagona shaxs. Siz yana to'g'ri topdingiz. Gerald Rudolph Ford. Prezident bo'lishdan avval fermer va Georgiya shtati gubernatori edi. Siz haqiqiy bilimdon ekansiz. Jimmy Carter. Reaganomics soliqni kamaytirish va iqtisodiy erkinlik siyosati bilan mashhur. Sovet ittifoqi bilan sovuq urushni tugatishda muhim rol o'ynagan. Ronald Wilson Reagan. Avval Reaganning vitse-prezidenti, keyin Sovet ittifoqi parchalanishi davrida prezident edi. Siz aqlli ekansiz. Bu George Bush. Prezidentlik davrida iqtisodiy o'sish yuqori bo'lgan. NATOni mustahkamlash va Kosovo urushida qatnashgan. Tabriklayman, Bill Clinton. Prezidentlik davrida 2001-yil 11-sentyabr terror hujumlari sodir bo'lgan. George Bushning o'g'li George Bush. AQSh tarixidagi birinchi afro-amerikalik prezident. Qoyil qoldim sizga, topdingiz. Barack Obama. Make America Great Again shiori bilan mashhur. Koronavirus pandemiyasi uning davriga to'g'ri kelgan. Ajoyib, Donald Trump. AQSh tarixidagi eng yoshi katta prezident, 78 yoshda ish boshlagan. To'ppa to'g'ri javob, Joe Biden. Tabriklaymiz, siz maqtovga loyiqsiz.